Maqsadimiz birodarlar, ulamolarimiz qoldirgan ilmiy merosini sizlar bilan baham ko'rish. Bugungi suhbatimiz birodarlar bid'at haqida bo'ladi. Bid'at nima? Avvalgi davrlarda, avvalgi zamonlarda kofirlar musulmonlarga qarshi urush qilmoqchi bo'lsa, ularni bir mag'lub qilib yengmoqchi bo'lsa, yillar davomida qo'shin to'plardi. Qurol aslaha yig'ardi. Keyin ana shu qo'shini tayyor bo'lgandan keyin minglagan chaqirim yo'l bosib kelib musulmonlar ustiga kelar edi. Avval shunaqa edi, endi-chi? Endi o'zlari uchun ular osonroq bo'lgan boshqa yo'lni tanlashdi. Ya'ni musulmonlik qo'li bilan yo'q qilishni xohlashdi. Bunga ana shu yoshlar juda qo'l keldi ular uchun. Ilmsiz bo'lgan yoshlarni aldash. Dinimizga teskari bo'lgan ta'limotni berib, mana shu din, to'g'ri yo'l mana shu, bundan boshqasi botil deb aldashdi. Birodarlar, siz bilan biz musulmonmiz. Oyat hadisni aytsa albatta iymon keltiramiz, albatta ishonamiz. Lekin ana shu ilmsiz bo'lgan ukalarimiz, ilmsiz bo'lgan odamlar oyat hadisni aytsanglar, mana shu haq ekanda mahkam ushlab oladi-da, mutaassiblik qiladi. Ana shu aldanib qolgan musulmonlar 101% ga o'zini haq deb biladi. O'zini so'zdan boshqaga parvo qilmaydi. Eshitishni mutlaqo xohlamaydi. Chunki mana shunday ustonovga berilgan. Mana shunday ustonovga qilib qo'ygan ularda miyasini. O'zi sezmagan holda sog'lom fikr yuritishdan ham to'silib qolgan.